Yurttaşlar 2 aprel 2025 yıl egelerden 2014 yılda işlep çıkarılan Nexus 2 Bru 6 avtomobil gelip turdu satıp berere. Maşinimiz aytib o'tganingizda 2014 yılda işlep çıkarılan ekan. Onların holatları yaxshi, yumshatma o'rnab qo'yilgan ekan. Metan gazlar ustanovka qilingan ekan. Mashinada linoleum, polik plus shunga urilgan ekan. Mashin shunday holatda. Kraskasi faqat 2 kalenda bor dedilar. O'zingiz bemalol ustalaringizga tekshirib olishingiz mumkin. Boshqa yerlari rodnoy dedilar. Mashinaning yurgan kilometri $114.000 kilometr ekan. Şu holatda yanlari zetilmayan, zavod turibdi. Usitillar ham kantachkada. Kubiklar ham zo'r. Motor remont bo'lmagan ekan. Bemalol ustalaringizga kelib tekshirib olaverasizlar. Mashinada rasvot yo'q. Motor hadoy hammalar yaxshi dedilar. Bundan o'zingiz bir qator soat tekshirib olaverishingiz mumkin. Mashinamizning narxini kelsak, mashinamiz narxi naqd pul bilan kelsangiz 62 million deb turibdilar. Kredit olaman desangiz 10 million bilan chiqarib beramiz ekan kreditga. Oylik to'lasangiz 2 million 900 dan ishlar ekan 3 yilga. Kim shu mashinamiz qiziq bo'lsa, Bag'at tuman Gayni ro'parasındagi Bag'at avtolider salonimizda turibdi. Bizda boshqa turdagi avtomobillar ham mavjud. Bizda naqd pul, avtokredit, barter xizmatlari ham bor. Kelaverasizlar, men salonimizga kutib qolamiz.